Hava indi katta razmerlar ham bor, kichkinasi ham bor. Uji bularni vislari ko'rtib-ku, ikki ob ochib bosadilar endi buyoqda. Xudo xolasa. Baqadir yedi bu. Yo'q, bu qalin vaz. Ene. G'alga qaranglar o'rtoqlar. Zishliki, xudo xolasa bir kata. Ene. Voyda. Mayilliki. Dum bo'sh narsa ekan ay. Ana. Bu vazda boshqa vazda. Ya, sochaq aram ipak bo'ladi. Umuman boshqa narsa. Xudo xolasa. Yine yangiliklarimiz bor. Xolasa ishini Gulbas mini high-tech olamonda ishim mumkin. Ochib bersara. Ay bu nechancha bu? Bu 3 metr, 4 metr, 3,5. İlacam yo'qdan, chunki g'ali ko'p berdi. Voy, qizil. Hava endi qarang. Bu qizilsiz bizaniki g'ali bo'lmaydi-ku. Bari qizilni sevuvchilar uchun qizil vajlarimiz ham bor. Endi hozir yaxshi vajlar ko'rsatib turibmiz-ku. Bu kata bizada ham qimmat g'alilar ham ko'p bor o'zi bilan hali. Uka shundan razmer ber deydi, vallahi shartta upakovkasini ochib beraveradi. Voy da. Bu xolam edan vajlar, xudo xolasa uni oldiribmiz hammasi. O'rtoqlar g'alga qaranglar, demak, ishindi sal tarting al, o'zi tushib qolishini ko'ringlarmi? Ya 3 milyonlik oladilar o'rtacha 500 mingdan bo'lib to'laydilar, lekin ustuna pul minmaydilar. Bular ham hammasi spes zakazga kelgan. Mene kepimga yetgan yeri oldu. İmdeyi büklasang yine ayrıladan. Axı bular o'zi zıç öte zıç narsa. Boshqacha vazlar bular. Açılışına qaranglar buni. O'rsa qaranglar, o'rsa. Bular o'zi dim boshqa vaz oladi. Buni vazini boshqada ko'rmaydilar. Bu boshqa rang. Tegi bilan bir xil narsa. Xudo xolasa indi kelishingizda vobshem boshqacha atmosfera bo'ladi do'kon. Xudo xolasa buni ko'rasiz, ava. Bu shuni gilamlari bo'ladi. Furqat bu ham Chistin turetskiy vaz. Xolasa yana yuklarimiz keldi Erondan. Ertang Rastomochkadan chiqadi. Indi videoda yana boshqacha Eronlar keladi. Sog'lik bo'lib tursa, birinchi o'ringa bundan bersak, ikkinchi o'ringa, uchinchi o'ringa joynamoz beramiz. İpek. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hammangiz sog' salomatmisiz? 15 oktyabr 2025-yil biza Urganchda joylashgan Gilam bozordamiz. Bu yerdan o'tgan safar video chiqardik. Gilam bozorda bo'lib turgan shart-sharoitlar obunachilarimizga, yurtdoshlarimizga ma'qul keldi. Xullas, shuning uchun biz yana aylandik. Gilam bozorda ne yangiliklar? O'zlaringiz video davomida ko'rib, guvohi bo'lib boraverasizlar. Telefon nomerlar ekraningizda bo'ladi. Shu ekraningizda telefon nomerlari bemalol murojaat qilaverasizlar. WhatsApp, Telegramlar bor. Adresi to'xtalib o'tadigan bo'lsak, Gilam bozorining adresi Chakkaparnik hamma biladi. O'tgan safar kommentariyada yozibdilar. Bu Gilam bozorining oldidan qaysi marshrut o'tadi deb. Bu yerdan 12 avtobus Damas'la ötedi. Bemalol sizlar bu yandan uzaktan kelaveradigan bo'lsangizlar, shu 12 ni Damas'ına, avtobusuna minib Gilam bozorining oldida tushir desangizlar, ishorda tushirib ketadi sizlarni. Bo'lmasa bizlar videolarni boshlaymiz. Aytgancha kommentariy showni yo'lga qo'ydi baqadi. Bemalol shu kommentariyada o'zlaringizni chiroyli fikr mulohazalaringizni qoldiraverasizlar. Shu bir 3-4 sovg'a qo'yaman dedi. Keyingi videoda xudo xolasa shu sovg'alarni kattami, kichkimi egalariga topshiramiz. Endi qolgan gap so'zlar bo'ladigan bo'lsa, shu video davomida aytib o'taveramiz. Bizlar ko'p so'zlab durmaymizdan videolarni boshlaymiz o'rtoqlar. Hamma vaqtida videolarimizga like, kanalga obuna bo'lib, hozir aytib o'tganimizdek kommentarni asirtiraverasizlar. Xudo xolasa sizlarni ajoyib sovg'alar kutib turibdi. Ko'rib boraverasizlar unda. Bahodir. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Sog'liklar yaxshimi? Harmonglar. Boring. Taqlabsizlar, xudo xolasa. Astan taqlab turibmiz. Assalomu alaykum obunachilar. Yana videolarimizni yana boshlaymiz. Avvalan video qilganmiz-ku. Hozir endi yana qilyapmiz. Avvalgi safar gilamlarni ochib, narxlarini hammasini to'liq tushuntirib bera olmadik. Endi bu safar xudo xolasa hammasini birma-bir tushuntirib, masalan, oylik to'lov 3 so'mdan tushishlarini to'shiyat tushunarlatib aytamiz Furqata. Hozir bu yerda pastda daroshkalarimiz, qavralilarimiz ham bor. Tepada gilamlarimiz-ku asosiy, ikkinchi etajda. Shulardan tushirali hozir yangiliklarimiz ham get turibdi. Do'konim sal bor, nara ko'p turibdi. Bordakroq yetib boryapmizlar. Endi iloji boricha har qaysidan birini ko'rsatib o'tamiz axir. Assortiment ko'p. Boricha ko'rsatamiz, bo'lgancha. Yetkazsa. Depadan kelamizmi shunda? Depadan ko'rsatali, keyin pastdan oxirida bir tushuntirib o'tamiz. Tozagan qavralilarim bor, tozagan gilamlar bor pastdan. Bir depani boshdan aytsak, oylik to'lovlarni Furqata yo'lni boshdan. Xudo xolasa, obunachilarimiz to'shi tushunadi-da shunda. Xudo xolasa esa depadan ko'rib boraverasizlar o'rtoqlar. Bir yandan qistammen o'tirming ko'rib borsangizlar, narx navosi, oylik to'lovlari necha bo'ladi, bularni hammasini yana batafsil
Bahadır'ın özü tushuntirib o'tadi xudo xolasa. Obunachilar, evvelgi video qaraganda assortiment yana kengaygan. Biz assortiment ko'padi, xudo xolasa yana ko'paytirib turibmiz. Bu haftada yana boshqacha yuklarimiz ham keladi. Bizning Instagram profilimiz bor, shunga o'tib obuna bo'lib qo'ysangizlar, yangiliklarni ko'rib borasizlar. Xudo xolasa. Shunda bize bir yandan qalanlarni ko'raveramiz. Gilan bozorda yozsangizlar Instagramda chiqadi, atmet yamatib qo'yamiz. O'zlarimizda Instagramda xudo xolasa kundalik yangiliklarni kunda ko'rib boraveradilar. Videoni chetini chiqarib qo'ysangiz Furqata, girib o'tishlari onsatrakda. Yozib qo'yamiz. Qarab o'tirmaydilar, to'g'ri girib masalan o'tib olaveradilar. Yangiliklar ko'p keladi. Ertang ham bugun 3-kun bo'lsa 15-oktyabr. Juma kuni yana yuklatamiz. Haftaning oxirida yana ish qilib, xudo xolasa bu hafta ham yuklar keladi. Eldimizda hafta ham yuk kelishdan to'xtamaydi. Yangilik aytishdan xudo xolasa to'xtamiz. Basinglar, gaz. Hozir gilamdan ochib ko'rsataveramiz, pastda yana tushuntiramiz. Ketdik, xudo xolasa. O'ting yanına shunday. To'rdan tushuntirib aytaymi Furqata, bu yoqdan. G'alingizni yanına o'tib, o'sha yayganni tushuntirib boravering. Ha, bo'ldi. Esa qaranglar, obunachilar, bularning razmeri 3 metr 7 metrlik katta gilam, yana o'rtasida 2 dona guli bor, sochoqli, kilaysiz, bo'sh vaj bo'ladi. Buni 1 kvadrat metri 20 narxi 80 ming so'm. Masalan, 21 kvadrat bo'ladi. Ko'paytiram 80 ming so'm. Endi avvalgi safar to'shi tushuntirmadik, yana 1.680 ku. Yana 6 oyda 280 ming so'mdan to'laydilar, 281 ming so'm ham bo'lmaydi. 280 ni. 280 ming so'mdan ishining 4-5 qalayamiz-ku Furqata. Narxi o'zgarsa aytaman-da, bo'lmasa shu kvadratda ketaveradi. Gullari bu masalan, ranglari bo'ladi. Ana go'ki, korishni, oqi, qizili shu narxda bo'lib boraveradi-da. Hozir endi boshqacha assortimentlar ham kelgan. Bularning sochoqlari bo'ladi masalan, kilaysiz, yaxshi vaj, o'rsam normalniy, dim qalin emas lekin obunachilar oldindan ayting ha. Qalinda videoda olamiz. Eng arzon vajim meni shu do'konimda 80 ming so'm. Bo'limenli vaj bor, lekin palas emas, bosh daroshka emas, chizsin gilam. Gilam bo'ladi, 1 kvadrat shundan ketadi masalan. Oylik to'lovlari 280 ming so'mdan bir zalizniki chiqib turibdi obunachilar. Lekin qarza sotamiz deb turibmiz-ku. Shu 280 dan 300 ham etib to'lamish, 281 ham emas, puli bin ketmaydi-da 6 oy ichida masalan. Qalan 3 oyda yapın, qalan 1 oyda yapın. Bularni ochib ko'rsatinglar sizlar. Men qarshi tushuntirib turaveraman. Bular ham mening bunda yayib turgan g'oli, uji sochoqli, qo'jali, qalin g'oli bo'ladi. Bularning hozir kichkinaroq razmeri 3 metr 4 metr ekan. Shahrux sen och gullarini 3 4 ina g'oli. Buni zichligi Furqata yaxshi, sifat ham zo'r. Buni kvadrat metri ash 3-4 ni hisoblayveramiz, belgisi 3-7lik ekan. Kattalarida 2 gul bo'ladi. 3-8 deyarlarida 3 gul bo'ladi obunachilar. Shunga e'tibor etinglar. Bularni bir qishaytirib ko'rsatading, Shahrux chetlarini buni vorsi, zichligi hammasi yaxshi-da. Narxini ham loyiq vaj, xudo xolasa Furqata. Ko'p o'tib turgan vajada. 12 kvadrati 135 ming so'mdan chiqadi. 1.620 ming so'm bo'ladi. Oylik to'lov 270 ming so'm bir gilam. Obunachilar e'tibor etinglar. Zalaza shundan ikkisi yapsa, u degani 540 ming so'mdan to'lashlar degani. Masalan, bir zal katta bo'ladi-ku endi 4.6, 3.6 o'sa shiklim kvadratlarni ham tushuntirib turibmiz. Shunga qarab o'zlaringiz tanlab ko'rib olaverasizlar. Getdi bizning keyingimiz ham. Bularning ipak g'oli bo'ladi. Bularning 1 kvadrat metri 170 ming so'mdan chiqadi yana. Lekin qalin 200-220 ming so'mlik vaj, zichlliklari ham zo'r, sifat ham zo'r. Buni razmeri 3 metr 5 metr 170 ming so'mdan girib beramiz yana. 2.550 ming so'm bo'ladi obunachilar. Yana buni oylik to'lovlari 425 ming so'mdan chiqadi. 6 oya. 6 oya, u degani ustuna faiz, boshqa vaj minmaydi. Ham qimmat ham beramiz. Shu kelishilgan bahodan beriladi. Bular ham ipakini. Aytman hozir bizada yangiliklar ko'p kelgan. Nechki yaqadan bo'lsa, mijozlarimizga keladilar va o'zlarini yaqqanini xarid etaveradilar. Ochib. Yine. Hey. Necha 3 4 mi necha bu? 3 4,5 o'xshaydi. 3 4,5 mi? Masalan, aytman-ku 3 4,5, baring 3 5 ni hisoblab beraman. Kattaroqini hisoblab desa.
200-220 emas, puli 170 ming so'm buna. Shularni, ha? Ava. Ana Ha. oylik to'lovi 170 ming so'm 15 kvadrat bo'ladi. Yine mesela 3'e 5'i bölgende 425 ming so'mdan chiqar ekan bir gilami. Xudo xolasa hozir vaziyatni ko'rsatibmiz-ku. Endi Furqat aka bizda assortimentim ko'p. Shuni hisobına vibram ko'p. Yine evvelki videolardan aytganman. Bularni razmerlaridan meni e'tibor etsangizlar, yani ko'rsatib 3 metre 6,5 metr bo'ladi. Ne standart razmerlarimiz ham bor degan maqsadda ko'rsatyapmiz. 6,5, 5,5, 7,5 deganlar masalan. Hem inen Türkiye'de yazılıp tutku alınadi. Ne tiyinde gilen bazarda bak. Evvelki safar ham bir yadızda bolsa, indi taza qo'shilgan obunachilar uchun yana eslatib o'tamiz. Bu degani bizlere bu vajlar ipek g'olilar hammasi gilamlar ana brendi bo'lib spet zakazga keladi vajlar. Bu yandan açıkrak bo'ladi. Furqat aka. Bir yandan cho'mliroq bo'ladi. Bularni razmerlari hamma o'lchamda bor. Lekin bularning pulini 250-300 qo'ymadik Furqat aka. Bularning narxini hozir 170 lik ko'rsatibmiz-ku. Shu 170 ming so'mdan ko'p-ko'pmiz, xalqimiz xudo xolasa kelib hammasini xarid etib turibdi. Buni o'lchami bo'ladi 3.7. Pulini giramiz. Keyin oylik to'lovini chiqaramiz. 595 ming so'mdan tushar ekan obunachilar. Adashmanglar, 600 dan ham to'lamaysizlar. Чистый original vaj bo'ladi. Space zakazga kelgan. Ona men chaqiring. Bu degani buni 4,5 lik, 5 lik hamma o'lchami bor Furqat aka. Keyin Turkiya o'zidan kelgan o'rtoqlar. Bu ham xudo xolasa, yo'q bu narxi o'zi turetik aka. O'zi O'zbekistonda chiqadi bu. Narxi turetik. Чистый Turkdan kelib pastda turibdi Furqat aka. Ular ham xudo xolasa videoni ko'rib o'tirsalar, oxirida bir ko'rsatamiz. Endi ana Turkiya bo'lsa, bu Eron degan qolamiz, yine. Bu 3'e 5 likine İran degan. Bu ham space zakaz. Space zakaz, saçaqlı, kocalı yine, vorsunu belirlerini görün yine. Bular orijinal bo'ladi, chaqirib açaver yine. Bular orijinal vaj. Xolasa Türkiye alsın, xolasa İran alsın, xolasa videoni hozir o'tirgandan keyin yine yangiliklarimiz bor. Xolasa ishini gulmas, meni high-tech olaman deyishim mumkin. Ochib bersar. Bu nechancha bu? Bu 3 metre, 4 metre, 3,5, 5. Chiqil razmerlari bor Furqat aka. Hammasini narxi hali o'zgarmadi-ku. Shuning uchun pulini indamayman Furqat aka. Oylik to'lovlari xil tushdi. 500, 600, 590, 425 o'lchamini qarab ketaveradi obunachilar. Esda tutinglar. 1 kvadrat metri yine original vajda, space zakazga keladigan vajda, kilay ham yo'q, bo'sh. Yine cho'k 3D variantda bo'ladi. Gullari, o'ymalari cho'kma bo'ladi. İpeklerini xudo xolasa gelip 200 ming, 250 ming emas, 170 ming so'mdan obunachilar xarid etishlaringiz mumkin. 170 ming. Hava ölçemleri yine bir anda 4,5 liklari bor. Endi bu yerda keng assortiment-ku o'lchamlari bor. Xudo xolasa endi video cho'zilib ketdi demanglar-da, assortiment keng assortiment bor. Shuni hisobini chaqirib ochishma. Hammasidan ko'rsatib o'tishimiz kerak. Hammasidan birini ko'rsatishimiz kerak-da. Hali lekin ko'rsatilmaganlar ham qolib ketishi mumkin. Ava bundan ko'rsatmading deb bilmanglar. Ava bu yerda ilojim yo'qdan, chunki g'oli ko'p berdi. Qizil. Ava endi qarang, bu qizilsiz bizaniki g'oli bo'lmaydi-ku. Qizilni sevuvchilar uchun qizil vajlarimiz ham bor. Bizning gilam bozorimizda mavjud. Yayaver chaqirib. Bu degani keladilar. Dan xohlagan turdayinsin xarid etaveradilar. Eng arzoni qizilimmi 80 ming so'm kvadrat obunachilar. 3'e 7 lik 80 mingdan girsan 1.680. Aylık to'lov 280 dan chiqadi. Ya dalan, ya zaliza bemalol yapadi. Bundan kichkinasi arzon chiqadi, ullusi qimmat chiqadi. 6 oygacha 280 mingdan. Ava, xudo xolasa. Bir so'm minmidi, qarza savdo etib turgandan keyin shu minmashi kerak-da. Bu aytib qo'ying, banka aralashmaydi, pasport plastik ikkalasida. Tushunarli. Sho'rning o'zida bitadigan ish shu. Ava, keladilar, pastda ana taxlab beramiz, muammosi yo'q. Bolalar ham pastda ham doroshka nalar bor. Chaqirib buni sherikini ham ochib ber. Bu vajimiz Furqat aka. Her videoda 5-10 danani satib turibmiz. Mam chegirmaya ko'kimiz o'zi qalin vaj, saçaqli, ko'jali, qizil, lekin buni kiyini yo'q-da. İş yerdə hozir bir 50-60 mı, 70-80 mi qolgan. Masalan, ikki xil dizaynda bo'ladi. Hozir video chiqarganda mijozlarimiz yeb olib turibdi. Bundan qalin bo'ladi, sifati zo'r. Saçaqli, ko'jali narxlarini 135 emas, 130 mingga ko'p-ko'pmiz. Masalan, buni razmeri 3,5-4. 3,5-4. 14 kvadrat. U degani yine 130. Oylik to'lovi hozir kirib beraman sizga. 303 ming so'mdan tushib turibdi yana. 304 mingga bormaydi.
Yine ortaklı. Aylık to'lovi shuni. Hava. Bunam obunachilar 130 ming so'mdan açar. Kvadrat metrini gelip harita tesla. Xalasaz açık sveti, xalasaz kızıl sveti mesela. Endi hozir yaxshi vaziyatlar ko'rsatib turibmiz-ku. Furqat aka, bizda ham qimmat g'alalar ham ko'p, mana o'zi bilan hali veslari o'zi og'ir hammasi. Prosta gelip aytmayın turibmiz-da. Dim og'irlar ham bizda ko'p-ku. Bundan ham og'irlari bormi shunda? Bizda hava u muammosi yo'q. Gilamdan xudo xolasa. Ko'ramiz xudo xolasa. Bu ham spes zakazga kelmay oladi. Yine egizak gulli, razmeri 3 metre 7 metr. Bunun bahasini yine chiroyli narxda qilib qo'ydik. 250-300 ming so'm emas. 1 kvadrat metrini xudo xolasa 200 ming so'mdan chiqarganmiz. 4 million 200 ming so'm pul bo'lgan. Oylik to'lov 700 ming so'mdan tushadi. Zoli dalandan bemalol to'g'ri keladi. Mabodo shundan kichkina razmer oladigan bo'lsa, obunachilar ach. 3'e 7. Ko'pchilik so'raydi uni yine 3'e 7. Hava indi katta razmerlar ham bor, kichkinasi ham bor. Uji bularni veslari ko'rtirsiz-ku, ikki ochib bosadilar endi bu yanında. Xudo xolasa. Baqadir yedi bu. Yo'q, bu qalin vaz. Endi qizilni ko'p inang, qarang, yurganda uji oyoqqa seziladi. Mijozlar ham shu aytaman, keldingmi? Chiqib ko'ring, yurib ko'ring deb masalan. Yeb tashladi bu narsa. Xudo xolasa bular ham vesi og'ir, zo'r vaz oladi, lekin narxlarini ham 300-400 ming qilib tashlamadik. 220 ming so'mdan ko'p-ko'pmiz shu razmer. Yine kvadrat metri pulu gelmez gap çıkıp turttu. Buna sonra gelip özellikle kısaplap alaverəsiniz. Şu aldaş başka günün bulmaydı. 770 ming so'mdan aylık tölevi çıkadı hava. Gelesle, heride testle, orijinal, ağır, kızıl gilemler gerek olsa ham bize de eslatib o'tamiz. Obunachilar ana pastda doroshkalar ham bor. Ona Furqat aka videolar oxirida ko'rsatamiz. Turkiyadan ham yangi gilamlarimiz kelgan. Ular ham ochib beram, Shohrux ochib ber. Keyin bığaladım yaman etdi bu. Köp axı Viber. Furqat aka aytdim-ku, hali xudo xolasa yana Viberlar get. Bular ipekni kilosi og'ir varianti bo'ladi. Pastdan ipeklarni ko'rsatdim-ku. Bu vaziyatımizdan ham keyini yo'q vazlar. Bundan ham yine bunda yotibdi-ku, 4 metrlik, 3,5 3. Bulardan ham 1,5 satılib turibdi. Furqat aka bulardan kelmaydi vazlar. Bular ham 300-250 da o'tirmadik. Ana qarza gap xarid etadilar. 200 ming so'mdan qilib beramiz. 200 bu degani 3 milyon bo'ladi hava. 200 ming so'mdan, lekin zishlik yo'q. Chaqib ko'rsatma Göremiz yine, göremiz üzerimiz. Hamma vaji zo'r. Kishaytirib ko'rsat. Yine boşluğunu göreverasizlar. Ha. Bo'ldi. Bu degani 3 milyon bo'ladi Furqat aka. Ne? Keyin 500 ming so'mdan bo'lib to'layveradilar. Chaqib bu yandan ko'rsat. Hava endi hozir uji ves og'ir vaziyatga o'tdik-ku. Bular normalniy qolin. Talaba javob beradigan vaziyat. Her safar videomda shuni eslatib o'tiraman. Kelib, videodan zo'r ko'rinadi, lekin o'zlaridan ham kelib ana ko'rib olaverasizlar. Yanında şanı ötemiz bize beyandan vallahi yazadım. Endi bu yanında ikki adamni qalalar bilan ko'tarish qiyin. Hava bular dönadi. Açınlanmasın. Bularni kelib, yine ortaklar, yine karang tushuna karang. Mushun. Yine. Bularni prosta kishi yayib beraman-ku. Hava? Yayganimni xohlaydim hozir. O'ylanib o'tiradigan qolim emas bu yana. Yo'q, xohlamaslik mumkin emas. Bo'ldi. Uka shundan razmer ber deydi, vallahi shartta upakovkasini ochib beraveradi. Voy da. Bu xohlamagan vaziyat, xudo xolasa uni oldiribmiz hammasi. O'rtaklar qalga qaranglar. Demak, ishindi sal tarting al, o'zi tushib qolishini ko'ringlarmi? Yine. Qalinligi zo'r yine. Baraka tartib beramiz hozir. Bularni kilosi ko'rtirsiz-ku Furqat aka, endi videodan ko'rinadi, xudo xolasa. Agar açыңlar, mabodo gelip bilmaydigan odamlar uchun onlayn savdolarimiz ham bor, eslatib o'tamiz, yana aytib o'tamiz. Instagram profilimizga xudo xolasa daqilib qo'yinglar, yangiliklarni ko'rib borasizlar. Hozir pullarni aytamiz, qisqarib o'tiribdilar. Bo'ldi, pulini ham aytamiz, endi ochinglar. Xolasa ochiq svet, xolasa korishni, xolasa miyda guli, Furqat aka farqi yo'q. Kimga nechik qiziq boladan bo'lsa, kelib xarid etaveradilar. Bularning razmeri 3 metre 4 metre bunikini. 12 kvadrat. Bular ham 300-350 deb aytib o'tiribmiz, ağa. Baholarni chiroylatib 220 ming so'mdan chiqarib qo'yibmiz. Hozir mijozlarimizga berib ham turibmiz. Olgan ko'p odam hali ana kommentariya ham yozsa, oldim boshqa deb Gilam bozordan xarid etib turganlar ko'p. Xudo xolasa kelib bu üstüne pul minmindi, boshqa bo'lmaydi. 2 million 640 ming so'mdan oylik to'lovi. Ochib banglar 440 ming so'mdan tushadi. 1 gilammiki, 2 gilam olsam ham 880. Ayak tendeler hem şu bakadan ha, doğru mu? Kvadrat şundan. Ölçemleri katta-ku. Ölçemi katta. Hava, şunu indi bu safar xudo xolasa imkon qadar tushuntirib turibmiz-ku, sadda qilib. Hava, ko'rib, netib olaveradilar, Shohrux ochaver.
Pulları özgerçe obunaçılar aytib turmam. Başka Aytib boldu ötemiz, da. ava. Mesela 130 dedik, 80 dedik, 200 dedik mesela da. Ava. Özgerse özüm özgertirəm. Eğer güllüden cerikkerler için yine kaytek. Xuda Oh. kalasa bu hocam spes zakasa geledi. Başka caylarda görmediler. Benim valla gelediler. Gelen bazarda bunun gelenlerimiz köp. Ene spes Pestit zakas kanalının daroşkeleri baba. Hı Spes zakas vereceğimiz köp. Xuda kalasa geledi. Açıp çakırıq. Geledi haklığan türdeki gelenlerini ana bir aydan 6 ayadım karıza gelip her idetçileri mümkün. Bu da yani 6 milyonluk gala aladılar mesela. Ya 3 milyonluk aladılar ortaça 500 mindən bölüp dörüdüler. Lekin üstüne pul minmidine. Bunlar hem mesela spes zakasa gege. Bunlar hem 100% ipek boladı. Fırkata aç. Ortaklar Bunlar hem narxını hazır aytıp ötemiz. yanına Bu güllü. gelip Hayteken aç göresler be. bunu. Bolğanı şu. Hava bunlar çökmeli. Şimdi bize de hem yerde mesela bana ipek de gene 100 bin somdan ama. Yüzden Biz yani bu ipeklerimiz doğrusu bir kvadratı 400 bin somdan satsam hiç kim kıynalmıyor aladan verir. Lekin 400 bin 350 bin som dakika almıyor. Narxlarından çıkar narxla çıkar kopmuş fırkata. Mene keyfimge etken yeri oldu. İmdeyi büklesen yine ayrıladıdan. Axı bunlar ucu Zıç öte zıç nerse. Başkaça Geldim verdiler ondan bunlar. birisi. Ah. Halan güllü, halan high-tech'i mesela. Yine bunlar Karanlık, aç görsətib verən. Gözleri karanlığa bu. Fırkata yine Gep hazır. oluşu mümkün emez. Yine bu mesela yine İstanbul diyen qalın boladı. Yine İstanbul, yine tində gilən bazar. Gelen bazar. 3'ə 4 yarım. Kətlər əcmillərəm ağa, gələdilər. Bunu pəstə kavralillərəm. Həməsinin narxları ağa çıraylı narxda çıxan. O 350-400 bin som deyib çıxar qalımız yox. Lakin yine kiloları ağır, sifətləri zor. İşini məsələn neçə som da boluyuz fırkata narxını? Realni. İpək orijinal vəc boladı. Narxları 100% turistik ağa. Özü Özbekistandan çıxar. Lakin hakiki Türkiye'den gelen qalıların pəstə durduğunu axırda görsətəm. Şunda neçə koyup koyupmuz? 250-300 aralıkı var mı bula? Yox ağa, ondan Ha. arzan kokmuz. O da gəlімizə açınla zavoddan gələmiz ku. Hava. Narxını bunun 1 kvadrat metrini 220 bin somdan çıxarğanımız. Addi qalını kvadratında çıxarğanımız. Get Addilərini yok bər tutdular. 13 yarım kvadrat çıxdı şu giləmimiz. Aha. Pılı 3 milyona yaxın boldu. Hava. Aylık tolavı 495 bin somdan. 6 aya. Hava. 495. 495 bir xanasını yapadı. Yox, mən zalım kətdə deyən olsa 2 xanasa 1 milyona 70 töl edir. Ne yazdınız da Arada. valla? Bu ham qalı fırkata. Düşettiğinizler mi onu? Axı Oy, bizə də bak. atman assortiment köp, yubur köp, aç ver. Ey. Ey, dum üstünü beklemeseler bir gösterelim onu. Neler? Axı bunun yeni Güzel közəli. tutçulara, yakşı. Bir şunday bir katar görsüp öteli yakın kadırdan. Boldu. Ene. Galığa karanlığa Yine ortaklar. zışlıkı, xuda qalasa fırkata. Yine. Vay da. Meyilli ki. Dum boş nerserken ey. Ana. Bu vəzdə ana. başqa vəzdə. Ya saçaq aram ipək boladı. Umuman başka nerse. Xuda qalasa. Arkalardan açıb göstərdin mi? Hazır bir katar görsem sizlere. Bakalarını ayıp ötemiz ki. Hava. Gitti bu. Vay. Açıb göstərdin mi? Aça verin valla. Bakasını bir aytamız kuda kalasa. İşi döşep durganlarımız. İbi. Açılışına karanlığa Vorsa karanlığa vorsa. Bula ucu dım başqa vəz oladı. Bunun vəzəni başqada görmədilər. Bu başka renk. Tegi bilen bir Bu fillerse. mavi, bu siniyanın serisi. İndi kim könlünə heç ki yaxsa fırkata gələdi. Bulan Rezmir 3'ə 5, 3 arma 5 aşın illəri gələn. Yenə kimə qaysı yaxsa gələdi. Narxına aytıb ötəmiz. Rezmir 3'ə 5 boladı. Aha. 15 kvadrat. Bunu zakasa gələn vəzdə ku. Tamam. Orijinal vəz oladı. 400 min, 500 min də oturumuz 350 min somdan kvadratını koyamız. Aylık döləvi bir giləmimiz 5350'yə tutsa aylık döləvi 875 min somdan çıxadı. 875. Hava. Ene. 875 min som xuda qalasa. Dum yaman nerserken lekin hakikat. Hələ indi fırkata bula dım zor ku. İndi bunların yamanlar pəstə dur Peste mi? fırkata. Üzüme Çin, İran, Türkiyəyə gələnləri. şu an yüzünden gelip durgalla. Hava bulan ağa həməsini naxı turetski. Nakı tur Özümət. Özü turetskilər pəstə durdu. Ulan narxı maqaranda açıq çıxadı. Hava. Ulan ham bir yarımını görsətib ötəmiz. Hı hı. Gəl adamı caz olsa gəlib gələn bazarımızda hərəkət işləri mümkün. Yenə istətib ötəmiz. Dastavka xidmətlərimiz var. Fırkata ad pəstə yenə aytamız ku. Hava. İndi məsələn videomuz yarım saat, 1 saat bu ondan ki məsələn micazlarım düşündürüş gerek. Dastavka xidmətlərimizdən var.
Ağan da mesela gilemlerini peşonunu başkası boza taklap berip tuttu valla. Pul alınmıydı. Şular ama addi sadde etemiz ana. Dastavka ba kesip beriş, tikip beriş hizmeti. Online savda mesela yine WhatsApp'tan çıkamı, Telegram'dan çıkamı. Üylerine padark etemile. Bir an eldimiz yine kuda kalasa salkılladı ku. Üyümeyine mesela musafirde oturğalla. Yüremen dedi. Doğru balla barıp taklap berip geledi. Klientlardan hiç şarait gerek olsa hemmesi gilen bazarda bağ. Müddetli bazarda bağ. Soda, Dastavka, Ustanovka deyimiz. Şu ininde halalaman desem oldu. Etip beremiz. Kim gelevere de bazara var. Tamam. Gilen bazara. Pul miydi ortaklar üstüne? Yok, Gelevere sizle. İmkan kadar düşüntür tutmuz. Yine bir iki güne yine yengilikler boladı. Kuda kalasa başka yengiliklerini kılayatırımız. Koldan gençe izlenişten toxtanmız bir anında. Kuda kalasa ana gelediler. Gilen bazardan haritete verediler. Fırkada. Şimdi PS'de yine görseteli. Şu bilen videonun netemiz. Pese düşemiz mi şunda? Evet düşemiz. Ese ortaklar görüp baraver sizler lekin yine şuradan tekrarlap ötemiz. Yine şuradan sizlere kaysi bir yakkan bolsa screenshot etip gilen bazara taşıysa kuda kalasa online zakas etecek bolsanızlar öyünüze aparıp verediler. Ese bize PS'den komay qallarını görüp baraveremiz. Fırkata yine birinci etajımızdan gördüğünüz kuda kalasa bizlere yengilikle gep turptu dedim ku. Bunda yine ipek, yaxşı kalın gilemlerini, caynamazlarını yerdiler bizlere zavutdayına kuda kalasa. Bula gilem olan adamları hemesine hazırca koşup berip tutmuş. Sizin abonasılarınızdan kuda kalasa gelediler. Bir malat harit etseler. Şulara padarke etip beremiz kuda kalasa. Mamması yok. Yine bunu bir dana iki dana emez. Bir fura. Köp. Bir fura padarke. Ava şimdi fura çıkmazsa fura içinde gegen bir anda telek kopmaz. Eğer köp miktarda gelen aladan olsa ket taraklarından mesela çıkılıp hiç kim kapab olmaydı padarkeleri bilen kılıp veremiz. Bir an tarafta daroşkelerimiz bir anda kavral ile durttu fırkata. Yakşı ne bakadır. Şimdi kime gazon gerek? Gazonlar özünde işik oturttu. Gazonlarını bir kvadrat metre 120 bin son, 150 bin son gelse Vursunu belent pesenen karab narxlar çıkaveradi. Erxilisi var bulardan. Ava arzanan boladı onu mesela. Xitayniki. Ava. Mesela bula Sakzavotniki ku. Sakzavotnikini vursu belentraq yaxşıraq çıkadı. Şu üçün narxı sel belent bomla ömrü uzaqraq boladı mesela. Gelediler görüp kaysına mıcazan niçki yaksa köngüne ola verediler. Kavralilerimizde mesela 100 binden pes variantı var. Arzarrakı kvadrat metrine gelsek. 100 binden benetler ammayla. Bularını bir görsətib ötəli Furkata. Neçədən başlayımız özü pullar? Neçədən başlanadı? Az bir de veç köp doğrusu Furkata gelediler. Ana gilemlerini görsətdik ki şunu kavraliler ammayla. Buna yine ipeklerini kavralileri oladı yine. Kalın ya İran'da bir görsətdim ki dedim zor vəzlədən. Ana şunu kavralini boladı. Narxı ana metraj başka da kımmat kılık koymaz 200 bin 190 bin. 175 bin ne 170'ten geliştik ki. Şundan git ağa. Şunu gelediler kaklagan halasa güllü halasa haytek kılıp kesip aladılar. Kiyin imunda yine İstanbul diyelim mi kavralini yine. Taze güller gelip lekin bana değil. İstanbul yine çistin yine gelen bazar spir zakaza gege. Aran açper server. Bula 100% ipekni zor variantı boladı. İpekni arzallar ama ondan görsətib ötəmə. İndi buladan ham asortiment köp. Rezmiller hem yine arkanızın gülü başkası. Bir kvadrat metre şu 300-250 mez. Buna 220 bin som çıkar kopmuş. Bir de asortiment köp. Gelediler. Halasa ondan, halasa bundan dedi. Vallahi kesip, tikip, ayrılık etip. Dastavka hizmetleri hemesini kılıp berediler. Mesela daroşkeleri bağ dedim ki Furkata. Hem mesela açılmayın tuttu yine. Mesela İran deyenli gilenmemesi yine özünü daroşkesi boladı yine. Gilen bazar İran'da koyduk yine. Geldi, gilemini aldı. Yanına yine dalana taşıyacak daroşkesini aldı. Yok Türkiye'den aladan olsa Türkiye'ninkini, yok Kızıl dese Kızıl'ınkini aladı iş kılıp. Kaysını tellese iyi bir anda daroşkeleri bile beriledi Furkata. Lakin üstüne pul mu indirip, harza ver yatırmaz. 6 milyon emez şimdi 6,5 milyon töyledi. Yegennekinden gep yok. Mesela İpek nimunda arzan variantan bayına. 100 bin son. Mesela 90'dan kılıp beriledi. Buna mı İpek'in yakınlaştırmadı? Ne için mesela başka yerde gördük bakadır 90 bin son. Sende ne için 220 binden satsın gerek dese dükkana gelediler. Mınızı sıkını görediler. 220'likin hızı sıkını görediler. 170'likin hemesi özünün tan narxına stoyt eteden veç. Şöyle salıştırıp göredi ama bu ham İpek. Aytkanında hemesini ipek de baytarız. Bunun içine inen ipek nak aralaşkan bez. 100% ipek olmasa. Şular ipek.
Lekin bular 90 ming so'mdan chiqadi. Masalan 170 var, 220 var ana. Ne desem asortiment ko'p. Menda qizilni daroshkalari, high-tech deymi, gulli deymi, imkon qadar hammasini qilib beramiz yine. Bu evvelki videodan bu turistik metrajlarımız boyadi yine. Ava, bular Kesilip satılıp duruptu. Şimdi Türkiye'den yine bizlere ula açıkrak ku. Halasa yine dalallara döşümende siz çizsin turistik, ipi turistik emez, özü turistik vec geldi yine. Özü turistik. Aynen. Şimdi firması, başkası, rezmiri bu 80'lik hemen ölçemi boladı. Az gelemlerine açıp veremiz. Narxlaram arzan narxda çıkarıp koyamız. Xuda xalasa. Bulanam gələdələrdən bemalal gəlib haqlağan ölçəmlərini çizsin, turistik vəcdəni 500 min so'mdan xəridə etişləri mümkün. Elinizden alıp durun. Ava. Ağırlıkına karanla bunu ersen. Ey. Yine. Gelemlərini açıb görsətəmiz hazır. Bula inen yürüyen vaxtında inen ayakkabıcı sezilədi. Mücazda gəlsin. Bemalal üstündə xalaqanını yaydırıb. Bunu ora bənglə yürüb görüşləri mümkün. Bu indi kişkinəsi ku kətdələr. Bu taza gəldi hələ bundan. İndi satamız. Hələ indi açıb tutmuz yine. Taza yüklə gəldi də. Çünkü çakırdım ki indi bir iki gün yine yük geledi. Karşı get tut Furkat'a imkan kadar tezrak çıkaraveremiz bir anında. Xuda xalasa. Müsbitet bu min tuttu özü. Xuda Yük xalasa. gelene video çıkar ölmeyin tutmaz. Ha. Yük tez get tuttu videonu kem çıkar tutmuş ku 10-15 günde. Lekin bir 20-25 gün oldu bizden gelimize ortakla özgeriş dum katta bir. Xuda kalasa indi gelişizde vapşim başkası atmosfera boladı dükkan. Xuda kalasa bunu görəsiz ama. Bu şunu gelenleri boladı Furkat'a. Bu ham çizsin turistik vec. Hala xalasa daroşkelerinden kıladı xalasa geleminden bunun nivəcəni başka yerde yok deyip cevap ne dedi? Cevap yok. Şimdi garantiye veren satama orijinal vec. Buna maç ver. Xalasa onun xalasa imni high-techni sevuvchilar uchun high-tech güllisine. Lekin bu qalamam çizsin turistik. Naxı turistik emas, özü turistik. Özü turistik. Ha bir açıp görset etiketkelerinde. Gözə qarangla bu. Buna xalasa gələdilər, görədilər. Bemalal hərid ətə verədilər. Yine ortaklar Çiste Türkiye. Çiste Türkiye. Yine gördün izləyicini. Xuda xalasa pulunu içdin izləyən bunu. İranlıkindən mi hep versene? Çıkılıp bu turistik gelen olsa bize de İranlı gelen bu Furkat'a. Gələdilər. Bulanın pulu 500. Kvadrat metre o. 500 min so'mdan kılıp veremiz Furkat'a. 500. Bemalal gelsinler. Da ana bulanam dım Xuda xalasa özü qarıza satımız deb oturtmuz. Şimdi bular chetdan gelen adam açku. İmkan kadar bunam 6 ay olmasam bulanam gelişip sel durara kılıp veremiz. Bulanam kömək etəmiz iş qılıb. Ama indi hemme gelenmi satamız deyenden ki aldadı demesin. Realini aytamam 6 ay olmasam bir öz ara gepleşemiz. Pulunu bez bir. Bunu alacak adam pulu boladı ku. Ava. Bir iki so'mi 7000 kanını neterimiz durturarımız Furkat'a. İş kılıp Xuda xalasa gelsinler. Geledilerden bemalal xərid ətə verədilər. Bu ne bolsa Türkiye bolsa evində İranlı qalılar. Abunəçilər eslatib ötəmiz. İranlı yaxşı qalılardım kalın bu muydu? Ava. Bir mecazımız gelip mesela bu İranlı qalısı kalına mesela onun bunu dedi da. Bu özü ipka qalı. Bunun içinde arkasına karan. akril viskoza bilen tikilgen emez. Bu özü şu isapına kımmatta. Kalın bolsa ucu Özbekistanlı vəcini asazan boladı. Mən sizə kalın qalamamın dese 100 min 150 min ondan kılıp veremem. Yine çisti İran. İran yine. Bu orijinal vec. Etiketkelerinden gösterip ver. Başka nerseyken bu ortakla. Ama bu dım ipka boladı değil mi bu? Şunu isapına özü Türkmen qalıları için kımmat ku. 30-40 milyon boladı bir qalız mesela. Bu İranlı qalıları ipka boladı abunaçılar. Alaşmanlar. Dokumentten var iken bunu yine. Özbekistan için çıkkanını yazılı tuttu. Doğru zavuttan gel adam vecib hava. Yine bunda yazılgan iken. Başka devletlere çıkırsa başka devlet. Bu Özbekistan için çıkkan mesela yine. Özbekistan'a geledi. Hey bu hakikat dum başkaça nerseyken bulayı. Xuda xalasa yine yüklerimiz geldi İran'dan. Erten Rastamoçka'dan çıkardı. İndi videoda yine başkaça İran'la geledi. Sağlık bop dursa tez yüzünü bir anda video çıkaramız dedik ki Furkat'a. Hava indi gelesle bemalal gelip xərid ətə verəslə. Ana mən sizə ki yani kılıp veremiz. Şimdi şunca vaxt oldu işəş bürtmüş Furkat'a. Bir tane avan lekkenglə bir caynamaz bilen avanda. Çakırıp taza gelənlə. Hazır yine gilem xərid ət yerlərə bər tutmuş ku. Hazır abunaçılar yine ne bop tuttu ku. Videonu görədi, like basadı başka boladı iş kılıp komentarı yazadılar.
Birov masalan bermaydi deb yozishi mumkin, birov beradi deb yozishi mumkin. Yani mer qilaveradi-ku. Lekin bizda realniy. Realniy Xudo lekin, xohlasa ava. o'qib ko'raman, va gek ko'rsin. Aytgan vajimni beraman. Aytma vajimni berib bilmayman doğrusu. Bir qalğa bir qalğa qo'shib berasanmi deb keladi mijozlar. Men berolmayman, ben aytmadim-ku. Ben mesela 6 milyonluk özünü 6 aya bölüp beraman dedim. 6 aya özünü bölüp berip bilaman. Buna hakikat Lekin 6 milyona berip turib keyin yana shundan bir qalğa qo'shib berip bilmayman. Xudo xolasa ibnni avan yilada inan hozir kommentariya yozadilar-ku. Shulara ina birdana qo'shib beramiz. 3 tane o'rin aytamiz Furkada. O'zingiz nisha belgilasangiz keyingi videoda berib beramiz shu odamga. Birinchi o'ringa bundan bersak, ikkinchi o'ringa, uchinchi o'ringa joynamoz beramiz yani. İpek. Bu ham Chestia kvadratı 220 ming so'mlik spes zakazga kelganmi? Spes zakaz, ha. Hava. İstanbul. Bu İstanbul hava. Bu güllisi ondan high-tech yaması turibdi. Bular Chestia original vej bo'ladi o'yini. Shundan 3 tane beramizmi shunda? Hava, bundan birinchi o'rin, ikkinchi o'rin, uchinchi o'rin aytib beramiz. Xalasangiz avunning like ko'p, ha, o'zingiz planlashtirasizmi? Shu yerda keyingi videoda Xudo xolasa kommentariyada o'zlarimiz o'tirib aniqlab beraveramiz uni. Hech problemasi yo'q. Bo'ldi, bir kun oldin aniqlasak, shu kuni berib beramiz. Yo'q, keyingi videoda aniqlaymiz. O'zlaridan keyin xabar beramiz. Kommentariyasini teyine yozib beramizda. Keyin keladilardan olib ketaveradilar keyingi videolarda. Bir kun oldin o'zingiz telefonda aniqlasangiz bo'lmaymi ekan uni? Shuna berib beraveramiz. Bo'lmasa, yaxshi, siz ham sazangiz o'lmasa, like qa qarab hisoblayveramiz. Bo'ldi, shunda ne bo'lmaymi axir? Masalan, men harakat etgan odam ko'p odamga yerib, nechik bo'ladi. Evvelidan berib edik-ku bayramda. Ava, u o'tgan yil emas, uni burungi yiladi, adashmasam, to'g'rimi? Bu 2 yil oldu-mu? Ha, endi Xudo xolasa bu safarlar beramiz, mamamiz. Nechunda bizlar o'zi ko'p oldirganmiz. Biz bir shunga vaqtini getirib, qiziqib o'tirgan endi. Albatta. Hala asomasini ko'rsalar, yine ma'lumot berib turibman, mut ma'lumot. Obunachilar, gilam bozorga kelasizlar, qachondir gilam kerak bo'lgan vaqti yodingizda qo'yib qo'yasiz. Menda narxlar arzon, assortiment, keng assortiment bor. Sifatlari a'lo darajada bo'ladi, lekin narxi arzon chiqib turibdi. Real. Hamma joy bilan solishtirib ko'ravinglar. Endi bozor axir ber, keladi. Hava, keladi. Assortiment ham ko'p. Xohlaganini oladi. Hava, keladi. Birinchi o'ringa u bo'lsa, arg'alara 1-2 odamga, yana 1-3 odamga beramiz. Bu yerda bayramlardan endi podarka bermasak bo'lmaydi. Bo'lmaydi. Avvalgi safarlar ham berardik-ku, endi bozorni ochib oldik. Nechun deganda xalqimizga podarka bersak hammaga yoqadi-ku. Xudo xolasa. Hava, imkon qadar hammaga shu ko'nglini olib podarkasiz chiqarib beramiz. Joynamoz bo'lsa ham berib beramiz. Arzon vaj bo'lsa ham ko'ngil uchun beramiz. Endi bizlarda qolib ketgan ma'lumotlar bo'lsa, shu yerga kelib olaveradilar. Ekranda nomer qoldiramiz, ko'pchilik endi lokatsiyalarni sal muammo bo'ladi. Ma telefon raqamini obunachilar to'g'ri Telegram yo WhatsApp'ima yozinglar, lokatsiya tashlab qo'yaman. Tamam. Bezovta bo'lib o'tirmaysizlar. 1-2 marta urganingizda mijozlar bilan ololmay qolamiz. Hozir ham video qilib turganda 1-2 mijoz urdi. Ko'tarolmadik-da, xafa bo'lishi mumkin. Shuni evazini to'g'ri lokatsiyada tashlab qo'yinglar, Telegramga sizlar Game Istanbul tashlab qo'ying, bemalol xohlagan vaqtingizda kelaveradi. Hech vaqtimiz olmaz. Hozirgi 9:30da ochsak do'konni, kechki 9:10da ishlab turibmiz. Bu degani ishdan chiqasiz, Furkada idora tashkilot 5-6da chiqib, u yoqqa borib ovqatlanib, bollarni olib, gap aylanib, natib, gilamlarni ko'rib qolasiz, ko'rib ketasiz, qolasiz, olib ketasiz. Gündüz gün eli demeydi onlar üçün. Mesela görüp gelip tez tovar getirdi, yangiliklarni ko'ringlar. Kelsangizlar, Xudo xolasa gilam bozorda hammani kutib qolamiz. Hamma sharoitlari bor, Xudo xolasa kelasiz, parkovkalardan ham muammo yo'q. Dostavka savdolarimiz, dostavka ham bor, onlayn savdo. Furqat hammasi bor, gapdan chiqib. Asa, sog' bo'lasizlar. Yangiliklardan charchamanglar. O'rtoqlar, gilam bozor yana yangiliklarni boshlab turibdi, Xudo xolasa ko'rib boraverasizlar. Obuna bo'lib qo'ysangizlar, gilam bozor Instagramdan ham obuna bo'lib qo'yaverasizlar. Asa, sog' bo'lasizlar. Yaxshi Furqat. Savdolara barakat beraversin. Qadrli yurtdoshlar, biz videolarni yakunlaymiz. Keyingi videolargacha sog' bo'lasiz, salomat bo'lasiz.